miydi? Siz kimsiz dedi Musa aleyhisselam. Men azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa aleyhisselam asoni ko'rsatuvdilar, shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob